Ishlatadigan kremlarim qolmagan edi, to'g'risi. Mana bugun bir tala qilib jo'natib yubordilar Sarli Cosmetics. Va mana shu SPF ga juda ham yoqdi menga. Zo'r yuzimga tushdi, to'g'risi. Ton berib qo'yar ekan. Yo'qki, yengilgina ton berar ekan yuzga. Menga juda ham yoqdi. Bu albatta ishlatgan odamlar buni bilishadi, ularga ham yoqqan. Va bu yerda ko'p men uchun bir narsalar jo'natganlar hozir. Kollagen mana bu. Ikkiga mana bu kollagenlarni ham maqtadilar, bunisini ham. Kollagen 30 yoshdan keyin ayollar hammamizga kerak, xullas. Har xil kremlari yo'q. Keyin mana buni ham juda ham maqtashdi, mana buni ham yuz uchun. Ikkiga mana bu yuzga oqartiradigan ekan. Mana shu krem, eslab qolinglar. Xolasinglar, bunda rasm chekib olinglar, o'zlariga jo'natasizlar. Yuzga sursangiz ham umuman tanaga surgan joyi oqartirib berar ekan. Xullas, bu yerda juda ham ko'p, mana bu narsa ham zo'r. Bundan ham ishlatganman. Mana bu yangi kelgan narsalar. Men o'zlari bilan endi yozishib, nimaga ishlatilishligini eslab qolishim kerak.